shuncha odam nima qilishyapti deysizmi? O'zbekistonda yangilik. Bitta like bosib qo'ysangiz, batafsil tushuntiraman. Endi bitta polni bak benzin bilan 2020 kilometr yuradigan mashinani bemalol haydab yursangiz bo'lar ekan. Bu nima model deysizmi? BYD qanday bo'ylayapsizmi? Yo'q. Bu BYD Seal 6 modeli ekan. Menimcha bu O'zbekistondagi yoki O'rta Osiyodagi eng tejamkor mashina hisoblanadi menimcha. Yoqilg'i sarfi bo'yicha. Endi siz benzinni to'ldirib to Andijondan Qoraqalpog'istongacha umuman to'xtamasdan, zapravka ham qilmasdan mana shu mashinani haydab ketursangiz bo'lar ekan. Biz hozir Humo Arenada aynan mana shu BYD Seal 6 ni taqdimotiga yig'ilganmiz. Bu haqiqiy biznes sedan hisoblanar ekan. Даже mana qarang, xolodilnik mikrovolnovkalargacha bor ekan. Mana suvlarni qo'yib qo'yishibdi. Salonni komfortini qarang, juda ham o'tirganda o'zingizni qulay his qilar ekansiz. Head-up displeylargacha bor, polli panorama. Xohlasangiz mashinani qora, oq yoki har xil dizga mos rangini sotib olsangiz ham bo'lar ekan. Eng qizig'i mana osveshchenalari 30 xildan ortiq rangi o'zgarar ekan. Yana zo'r joyi, o'zbek tilida salom BYD deb turib, oynalarni ochtirib, yoptirib, muzikalarni qo'yib, o'chirib, xullas o'zbekcha mashinani boshqarsangiz ham bo'lar ekan. Bu mashinani BYD avtosalonlaridan bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Lekin tadbir zo'r bo'lyapti. Ishoning, o't yopiq tadbirga hozir bizani chaqirishgan, hamma ham kelolmaydi. Siz eksklyuziv birinchilardan aynan bu mashinani bizani kanalda ko'ryapsiz. Siz tanigan hamma yaqinlaringizga tarqatib, bitta like bosib qo'ying endi. Siz uchun kelib obzor qilib beramiz. Nimani hisobiga bu darajada yoqilg'i kam sarf qiladi? Siz bu 5-pokoleniya gibrid tizimi bilan jihozlangan ekan. Narxi 364 million 400 ming so'm ekan. Dollarda taxminan 30 ming $400 atrofida ekan.